Epidemiologiya mening qizim Nushrot Bebekjoyevning Aqko'yan bo'lishini. Bugun qizim ikimiz Qazaqning usti tag'ami bog'saqda pishiramiz. Taysizmi? Bog'saq pishirish uchun bizga kerak eng bastisi un, undan keyin tuz, ashiqi, qand, sut және жылы suv kerak bo'ladi. Bog'saq u Qazaqning usti tag'ami bo'lganidan biz uni dasturxonda eng birinchi bo'lib solamiz. Және bog'saqda pishiruv o'ta o'ng'ay. Al endi ishga kirishaylik. Birinchi biz жылы suvni olamiz, quyamiz. O'g'an sutimizni quyamiz. Al endi o'g'an kichkina tuz qo'shamiz. Qand qo'shamiz. Және де ashiqqa qo'shamiz. Endi tayyorlangan nemizni aralashtiramiz. Al endi o'zi ashiqni, және tuzbilan qo'shilgan qand bilan qo'shilgan ashiqni unimizga qo'shamiz. Unimizni yumshoq qildirib yeymiz. Al endi qizim qara, xamir tayyor bo'ldi. Al endi buni ustini yopib, жылы yerga qo'yib, biroz qiymaltiramiz. Qizim endi o'zi xamir ko'tarilgandan keyin uni issiq mayga qovurib olamiz. Undan keyin bizning katta bog'saqimiz tayyor bo'ladi. Qara qizim, bizning tayyorlangan bog'saqimiz qanday o'lcek ademi bo'lib chiqdi. Al endi birga yeb ko'rib jarayma. Qara. Bog'saq tayyor bo'ldimi?